Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Siz xurmoni shunchaki shirin, qandli meva deb o'ylaysizmi? Aslida xurmo oddiy shirinlik emas, tabiatning yashirin xazinasi. Qadimda shifokorlar uni sog'liq mevasi deb atagan. Zamonaviy olimlar esa bugun ham uning foydasiga qoyil qolishmoqda. Bugun siz bilan xurmo ortidagi sirlarni ochamiz. Bu meva nega shunchalar qadrlanadi va nima uchun uni ko'proq iste'mol qilish kerakligini bilib olasiz. Rivoyatlarga ko'ra, sharqiy mamlakatlarda odamlar birinchi marta xurmo mevasi bilan ming yillar avval tanishgan. Issiq quyosh ostida o'sadigan bu daraxtning mevasi nafaqat to'ydirgan, balki bemorlarni sog'aytirgan. Arab sivilizatsiyasida xurmo hayot daraxti deb atalgan. Chunki u uzoq safarlarda sayyohlarni ham oziqlantirgan, ham kuch-quvvat bergan. O'zbekiston bozorlarida esa har kuzda xurmo fasli boshlanadi. Qora xurmo, qizil xurmo, hatto quritilgan navlari. Xivada yetishtirilgan shirin navlar. Farg'ona vodiysidagi qora xurmo. Har biri o'ziga xos ta'mga ega. Qishloq ayollari esa xurmoni quyoshda quritib, qishda choy bilan iste'mol qilishadi. Bu nafaqat mazali, balki sog'lik uchun ham juda foydali an'ana. Xurmo tarkibidagi inson uchun zarur bo'lgan juda ko'p foydali moddalar yashiringan. A, C, E vitaminlari, B guruh vitaminlari, magniy, kaliy, temir, fosfor. Bularning barchasi xurmoda bor. A vitamini ko'rish qobiliyatini kuchaytiradi va terini sog'lom qiladi. C vitamini sovuq kunlarda immunitetni ko'taradi. Kaliy yurakni qo'llab-quvvatlaydi va qon bosimini muvozanatda ushlab turadi. Temir qonda gemoglobinni ko'paytiradi va kamqonlikning oldini oladi. Xurmoning yana bir ajralib turadigan xususiyati undagi tabiiy shakar, ammo bu shakar oddiy shirinliklardagidek zararli emas. U sekin hazm bo'ladi va qondagi glyukoza miqdorini keskin oshirmaydi. Shuning uchun parhez qilayotganlar ham xurmoni bemalol me'yorda iste'mol qilishlari mumkin. Bugungi tezkor hayotda stress va uyqusizlik hammamizga tanish. Xurmo nerv tizimini tinchlantiradigan tabiiy moddalar bilan boy. Kechqurun bir necha dona xurmo iste'mol qilgan odam tezroq uxlab qolishi va uyg'onganda o'zini tetik his qilishi mumkin. Talabalar va aqliy faoliyat bilan shug'ullanadiganlar uchun xurmo ajoyib yordamchi. Undagi foydali moddalar miyaga kislorod oqimini yaxshilaydi, xotira va diqqatni kuchaytiradi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xurmo antioksidantlarga juda boy. Bu moddalar qon tomir devorlarini mustahkamlaydi, yallig'lanishni kamaytiradi, tromblar hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Natijada yurak xastaligi va insult xavfi kamayadi. Yosh katta insonlar uchun xurmo ayniqsa foydali. Qon bosimini me'yorda ushlab turadi, yurak mushaklarini mustahkamlaydi. Kuniga akiga 2-3 dona xurmo iste'mol qilishning o'zi organizmga sezilarli foyda keltiradi. Xurmo tolaga boy meva bo'lib, ovqat hazm qilish jarayonini yengillashtiradi. Ich qotishdan aziyat chekayotganlar uchun xurmo tabiiy yordamchi sanaladi. Uni qishda ham, yozda ham muntazam iste'mol qilish ichak faoliyatini tartibga soladi. Agar ko'p yog'li yoki og'ir ovqatdan keyin noqulaylik sezsangiz, bir necha dona xurmo yeyish hazmni yengillashtiradi va qorindan bo'lishini oldini oladi. Ayollar va go'zallikni qadrlovchilar uchun xurmo nafaqat shirin, balki foydali. Undagi A va E vitaminlari terini yoshartiradi, ajinlarni kamaytiradi, sochlarni mustahkamlaydi. Hatto uyda oddiy xurmo niqobi tayyorlab yuzni oziqlantirish mumkin. Xurmo pyuresiga biroz asal qo'shib, yuzga surtilsa teri yumshoq va yorqin bo'lib qoladi. Xurmo shuningdek tirnoqlarni mustahkamlaydi va organizmni yoshartiradi. Bu ilmiy jihatdan isbotlangan. Sharq tabobatida xurmo ko'p kasalliklarga qarshi qo'llanilgan. Ibn Sino asarlarida xurmo yurakni mustahkamlaydi, kuch-quvvat beradi deb yozilgan. Qadimda shamollaganlar iliq xurmo sharbatidan ichgan. Oshqozon og'rig'ida esa xurmo bilan asal aralashmasi davo bo'lgan. Bugun ham ko'pchilik xurmodan immunitetni mustahkamlash va energiya olish uchun foydalanadi. Ayniqsa, qishda sovuq kunlarda iliq choy bilan xurmo tanaga tabiiy issiqlik bag'ishlovchi shirinlik. Shu bilan birga xurmo juda foydali bo'lsa-da, me'yorni unutmaslik kerak. Unda tabiiy shakar ko'p.
Shu bois uni ortiqcha miqdorda iste'mol qilish ortiqcha vazn keltirib chiqarishi mumkin. Qandli diabeti borlar shifokor tavsiyasini olishlari kerak. Shuningdek, xurmoni sut bilan birga iste'mol qilmaslik tavsiya qilinadi. Bu oshqozon uchun og'ir bo'lishi mumkin. Aziz tomoshabin, endi bilasizki, xurmo oddiy shirin meva emas, balki yurakni himoya qiluvchi, immunitetni kuchaytiruvchi, hazmni yaxshilovchi, go'zallikni saqlovchi tabiiy xazina. Siz xurmoni qanday iste'mol qilasiz? Quritilganini yoqtirasizmi yoki yangi xurmomi? Balki uni choy bilan yeysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video sizga foydali bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosing va yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Sog'lom bo'ling, tabiatning mo'jizalaridan bahramand bo'ling va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.